Qadrdonlar, birdaniga 4 ta mashinani motor qilish uchun olib qo'yganmiz. Ikkitasi Labo, ikkitasi Damas mashinasi. 4 tasiga ham Spark 1.5 lik Porsche qo'yib 0 dan 100 gacha motor qilib yirtganmiz. Birinchisi Andijondan Labo mashinasini tashab ketishga ishonch uchun rahmat aytamiz. Motorlarni sochib, ya'ni tokerga chiqib ketgan bizga toker ishlari davom etibdi. Keyingi mashinamiz ham Labo mashinasi. Toshkentdan bugun ertalabda tashab ketishga, buni ham Spark 1.5 lik Porsche qo'yib 0 dan 100 gacha tayyorlab beramiz. Bu Damas mashinasini polni motorini yig'ib, yurg'izib qo'yganmiz, berib yuboramiz. Bu mashinasi bugun kelgan maydalab mo'ykadagi tokerga, ya'ni bizga chiqadi. Xudo xohlasa mana keyingi motorimiz Damas mashinasi, buni ham polni motorlarini yurg'izib qo'yganmiz. Yaqinroq olib kelsangiz ko'rsatamiz. Tayyor. Oka, qattiq gaz berinchi. Bu videoni Damas bor yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Albatta like bosib, qanaqadir savollaringiz bo'lsa kommentariyada bersani, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Labo mashinasini motori tokerdan chiqib, Porsche'larni bosib, yig'ish ishlari davom etyapti. Ko'pchilik ikkilanadi, Spark 1.5 lik Porsche qo'ysa, qiziydimi, qizimaydimi deb. Inshaalloh 6-7 oydan beri qilamiz, hali muammo bo'lmadi. Bu videoni ikkilanib yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar va bizni sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.